Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda biz Telegram username'larini, ya'ni foydalanuvchi nomlarini qanday sotishni ko'rib chiqamiz. Bu yo'nalishda Telegram kanalimga post joylaganman va bu orqali juda ham ko'p daromad olishyapti va Telegramdan o'sha Telegram bo'yicha biznes qiladiganlar mana shu usuldan ko'proq foydalanib, username'larni sotib yoki sotib olib daromad qilishyapti va mana shuni o'rgatib o'taman. Albatta, yangiliklarni, foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bizga buning uchun mana shu sayt, ya'ni fragment sayti kerak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, juda ham ko'p username'lar bor. Asosan mana 70.000 to'ndan maksimal narx, eng maksimal narx mana shu. Hop, tarjima o'chiramiz. Xullas, mana shu eng qimmat sotilayotgan ekan. Demak, pastroqda mana arzonroqlari ham bor, undan ham arzonlari ham bor. Eng qimmati, eng minimali 100 ton bo'ladi. Undan ham oshdi, kamayib ketmaydi. Demak, shuna qilib sotsak bo'ladi. Buni qanday qilib sotishni ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu sayt haqida alohida video qilaman. Boshqa narsalarni ham qanday sotish, qanday Telegramdagi pullarimizni chiqarib olish, Telegramda pul ishlash. Albatta, kommentariyaga yozib ketsalaring, qiziqsalaring, Telegramda qanday pul ishlash va uni chiqarish, shu sayt orqali chiqarib olishni ko'rsatib beraman. Xo'p, demak, bizga mana bu yerda bo'lim bor. My profil bo'limiga kirib olamiz. Birinchi kiramiz va mana bu yerda Telegram walletimiz bo'lishi kerak. Mana shu joydan walletni ulab olamiz. Shunchaki shuni ustiga bosamiz, walletga kiradi, ya'ni wallet ulash chiqadi. Hozir ko'rsatib beraman boshqatdan. Mana unga yana chiqib ketdik. Chiqib ketganimizdan so'ng saytni boshqa o'tib olamiz. Mana sizda mana yuqorida turadi, mana shuni ustiga bosamiz, ya'ni tonga ulaning deyapti. Ulanishni bosamiz. Telegram walletni bosamiz, kodni kiritamiz va walletga kirishini kutamiz. Endi bilmaganlar uchun ko'rsatib o'tyapman. Agar siz shunaqa saytlar bilan ko'proq shug'ullansangiz, bu haqda juda ham yaxshi bilishingiz kerak, yoki va Telegram walletda ko'proq o'sha amallar bajarsangiz, kirish parol bo'lsa, kirish parolni kiritasiz, bo'lmasa mana shu joyga avtomatik olib kirib ketadi. Mana bo'ldi. Hop, endi saytga qaytib olamiz. Mana hozir bitta yangilab olamiz sahifani, bo'ldi. Endi yana shu mana bu yerdagi 3 nuqtani bosamiz va bu yerdan mening kolleksiya raqamlarimni bosamiz. Sizda inglizcha yoki boshqa narsa chiqishi mumkin. Xohlasangiz mana bu yerda mana mening takliflarim, bu yerda sizga kelgan takliflarni ko'rsatadi. Hozir buni ko'rsatib ketaman. Xo'p, raqam username'ni sotish uchun mana buni bosamiz. Kolleksiyalarga aylantirish bo'limiga kiramiz. Mana siz inglizcha chiqsa mana bu belgisidan farqlab olishingiz mumkin. Kiramiz. Kirganimizda sizni Telegram username'laringiz, ya'ni kanallaringiz chiqadi. Xo'p, bulardan auksionga qo'yish, mana ko'ryapsiz. Bulardan auksionga. Endi kanallarimiz ro'yxati chiqqandan so'ng shu yerdan xohlaganimizni tanlab olishimiz kerak. Sotuvga qo'yish uchun. Hop, bu yerdan men mana buni auksionga qo'yib ko'raman. Hali yangi ochilganligi uchun hali nimangiz yo'q deyapti. Hop, demak, mana bu username'ni qo'yib ko'ramiz. Auksionga qo'yishni bosamiz. Bosganimizda botni ochish chiqadi mana pastda. Shuni bosib botga kirib olamiz. Avtomatik olib kirib ketadi o'zi. Ozgina kutib turamiz mana. Mana shu yerdan tasdiqlashni bosamiz.
tasdiqlash bosganimizda 2 bosqich parolimizni so'raydi. Shuni kiritamiz. Kiritganimizdan so'ng mana bu o'tkazishni bosamiz. O'tkazishni bosganimizdan so'ng mana endi fragment saytiga qaytishni bosamiz. Xo'p, Telegramni o'zida kirdi va bunda mana bu yerga narxni yozamiz. Mana eng kami 10 ton. Qanchaga qo'yamiz? 10 ton bo'lsa, video boshida 100 ton dedimmi? Yo'q, minimal 10 ton, ya'ni o'sha 130 ming atrofida 130 ming, 150 ming atrofida qo'yiladi. Bunga 16 ton qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi sizdan kutish qoladi. Endi mana bu yerda My Assets bo'limi bor. Mana bu sandiqcha rasmi bor. Agar boshqa tilda bo'lsa, shunday bosamiz. Shu yerga kirganimizda biz takliflarimiz ko'rinadi. Mana shu joyda takliflar ko'rinadi. Mana shuni qabul qilib sotsak bo'ladi. Demak, bu videomiz mana shundan iborat edi. Bu saytda bundan tashqari nomerlar sotsa bo'ladi, Telegram giflar sotsa bo'ladi. Xullas, hamma narsani sotsa bo'ladi. Telegramga bog'liq narsa borki, hammasini sotsa bo'ladi. Bu haqda agar kommentariyada yozib qoldirsalaring, hammasini o'rgatib ketaman. Bundan tashqari boshqa bunaqa saytlar ham juda ko'p global saytlar bor, katta saytlar. Mana shuni ham ko'rsatib o'taman. Bu saytlar haqida Telegram kanalimga video qilib joylab qo'yganman. Kirib o'tib ko'rib o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.